O'zbek menyusining shohona taomlaridan biri bu noxo'chorak hisoblanadi. Bu ovqatni yoqtirmagan inson menimcha bo'lmasa kerak. Keling, unda bu taomni me'yoriga yetkazib tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Siz esa like bosib, do'stlarga yuborib saqlab olishni unutmang. Aslida noxo'chorakka kachalka go'shtdan foydalanib qilish kerak edi. Menda u joy bo'lmagani sababli mataloshka xohlagan turdagi go'sht qismlaridan soldim. Go'sht ustini ko'mgunicha suv soldim va 2 soatga qaynatib qo'ydim. Oqpar no'xatini bir kun oldin ustiga suv to'ldirib, yarim choy qoshiq soda solib ivitib qo'yamiz. 2 soat qaynagan go'shtlarimiz ustiga no'xatlarimizni solamiz va 3 soat yana qaynatishda davom etamiz. Jami 5 soat qaynagan no'xat cho'rak ustiga ana endi tuzini beramiz va yana yarim soat qaynatib qo'yamiz. Shohona no'xat cho'ragimiz ham tayyor bo'ldi. Uyda o'tirgan holatda o'z menyuingizni yanada boyitmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'lib, like bosib saqlab oling.